Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishinglar Nabijan A'la. Bugun yana sizlar bilan birga bir programma ishlashni o'yladim. Bugungi programmaning temasi asosliq shu. Hozirgi ijtimoiy uchur vositalarida mush olimlarimizni haqoratlayotgan, olimlarimizga til tekkizayotgan, dalilsiz, pokitsiz bir insonlar bir-birini qorlayotgan shekildagi narsalar biroz avjilib qilyotdi. Yaqinda shu ijtimoiy uchur vositalarida Amerikadagi bizning tanliq olimlarimizdan birisi, ya'ni dunyoviy dorigarlik tadqiqotida ko'rinarli natija hosil qilgan Rishad Abbas degan akamizning ba'zi birlar tarafidan Xitoyning o'si bo'si undaq bundaq degandek bir bo'xtonlarni ko'rib nayt bearam bo'ldik. Bunun inkaslarga diqqat qildim. Yani nurg'un qarindoshlarimiz, menga o'xshash bearam bo'lgan qarindoshlarimiz taraf-tarafdan inkas yozib, taraf-tarafdan buningga qarshi o'zining noroziligini ifodalaganligini ko'rdim. Shu munosabat bilan men shuningga qarata o'zimning ko'z qarashini o'tirib qo'yish hamda ba'zi bir masalalarda qarindoshlarimizning biroz dushmanning o'yiniga kelmasligimiz. Düşman bu shundoq bizning ichimizdagi xalq uchun xizmat qilayotgan, xalq uchun fidokorlik qilayotgan, mayli siyosiy tashkilot boshliqlari bo'lsin, mayli ko'z ko'rgan jamoat arboblarimiz bo'lsin, mayli shundoq dunyoviy ko'z ko'rgan olimlarimiz bo'lsin, bu olimlarimizni xunuklashtirish, bu kishilarimizni xalqdan ayirish, bu kishilarimizning obro'yiga dafsanda qilish şekilde bir narsalarni o'tirib ilib chiqadi qarindoshlar. Yoki mushta chiqqan narsalardan ba'zi uni ko'ptirib, uni shu kishilarimizning ko'ngliga azor berishga, shu kishilarimizning qilayotgan ishlardan yoltaydirishga, shu kishilarimizning jamoat ichida bir ish qilishga to'siq paydo qilishga harakat qiladi qarindoshlar. İnsan o'ziga kelgan har xil shakldagi ba'zi bir besimlar bo'lsin, ba'zi bir gap so'zlar bo'lsin, ba'zi bir to'kmat, garchi u to'kmat bo'lsa-mu, insonga nayda bir besim olib keladi. O'zida yo'q narsani deyish bo'lsin, garchi o'zida bo'lmasa-mu, u harakat ya qilmish yoki ishlar, ama o'zining yenidagi odamlardan chiqishi ve özünü bölüdüğün ladın çıkışı insanı teximi bek efsuslandırdı ve mesela bir düşünümüz Xitay tecavüzlerinin özünün ağızdan çıkan bolsa o belki bir elinip ketmeydi ama yüzümüz belli turavatkan, belli yaşıgan, belli oturup kopkan adamlarımızın bizge bir tökmet karakterlik nesi çıksa vaxtıda balakes qarindoshdan degandek xuddi paltoning sepi yog'och yog'ochqa qanda daraxtni ishtik o'rib tashlaydi qarindoshlar. Shuna o'xshagan shaklda mushundaq ishlarning maydonga chiqishi to'g'ri to'g'rilmaydi qarindoshlar. Bu nimani deganda bir-birimizni xo'ritadi. Birinchidan zehnimizni xo'ritadi. İkinciden bizning ruhiy holatimizga normal şekilde tefekkür qilimiz, normal şekilde xizmatimiz, normal şekilde ügünüşümüz, normal jamoat bilan hamkorlik ish bajarish uchun ta'sir qiladi. Xitoy moshundaq bir nozik nuqtalarni bilgachgan va u qarlindigan kishilarimizning qanchalik iqtidori, qanchalik Uyg'ur xalqiga, qanchalik Sharq Turkiston xalqiga qanchalik cho'ng foyda olib kela oladigan
bir kıymetli adamlarımız ekanligini bilgechki bu şekilde ulag'ıcha har xil şekilde suiqasd degan faqat jismoniy jihatli emas, ruhiy jihatda kelgan suiqasd. Mushundaq to'kmatlarni, mushundaqcha har xil ijtimoiy uchur vositalarida bularni xunuklashtirish, bularni qilish yo'q narsalarni tepibcha. Gerçi yolg'on, hech kim ishonmaydi. Bir dunyoviy xarakterli olim, uning bir iqtisodga ehtiyoji yo'q. Uning bir Xitoy bilan hamkorlashib qiladigan bir boshqa bir tijorati yo'q. Ama nima deganda mushundaq bir şekilde insonlarni dilg'illashtirish. Hocam bunda bo'pti hocam. Haliqa yomon gap, eski gap, tuhmat yomon ishtik tarqaldi. Nima ish qilsam u bir o'tchu. O't qanday bo'ladi ya? Yomon ishtik tutishudi ya bir narsaga. Vaşı tutmuş bir 100 kvadrat metrlik 3 minut kuyab kululab ketadi qarindoshlar. O't tutishib qo'yib qolsa. 3 minut kuyab ketadi. Demek şuna o'xshagan bu tuhmatmi? Bir do'zaxning o'tiga tutishgan bir tuturuq o'g'achqa bu. Qanday bo'ladi deganda o jamiyatga vashi ishtikishgan voy oqchika emasmi, ko'kchika emasmi? Ya uning keyni ya to'xtatdi mana taqatqa adam bijirimmi? Ya sen nervisidan ketib qolgan adammi? Ya üzüle so'zlaydigan bo'lib qolgan adammi? Bunun bir psixologik holatini bir tekshirib boqili. Ya bo'lmasa buni bir ruhiy jihatda bir hamma kasal klinikalik nimaga oshkor olmaydi. Mesela CT deymiz, onun bununla meni tekshiradigan asboblar uchun o kasallik ba'zi ko'rinmaydi. Ruhiy jihatda kasal qanday bo'ladi deganda ba'zi bir uning ish harakatlari, ba'zi bir gap so'z orqali onun ba'zi bir klinikalik nimalarni shu kasbga doktorlar biladi. Demek nima deganda shu shakldagi insonlarimizningki hasadxo'rligi bo'lsin veya ki nerviy jihatdagi ojizligi bo'lsin, hozirgi bu psixik bizdagi Xitoy yana bir bizga hujum qilayotgan narsa emas, bizim psixikimizga hujum qilyapti. Yani nəhayət bizni vətəndəki tuqqanlarımızı nəhayət qırğın qilish, ularni o'ldirish, ularni jazo lageriga qamash, ularni qiyin qisloqqa ilish, biz ularning aloqamizni uzish, ularning sog' salomat ekanligini, o'lganligini bilinmaslik. Hərçi ularning har kuchida biz shular bilan birlikda dekkudikida vahim ichida yashayotganligimizdek bir reallik Xitoy bizga ilib kelgan nima deganda ruhiy besim qarindoshlar. Ruhiy besim. Bizni tuqqanlarimizni jazolash orqali bizni ruhiy jihatdan berbat qilib etish bu Xitoyning birinchi yo'l qo'yayotgan taktikasi. Bizning vatan bilan bo'lgan iqtisodiy aloqamizni uzdi. Anandan keyin yani tutqun qilib keng ko'lamli hozir mana keng ko'lamli tutqun qilganga 1 yil oshdi qarindoshlar. Demek nima deganda vatandagi xalqimizni, ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni qattiq kontrol ostiga ilib bir kun bo'lsin shuni yo'qdi o'tman, balduroq yo'qdi o'tman bugunni deb Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqimizga qilsa, muajiratdagi Uyg'urlarning aktivlariga, mushta olimlarimizga, mushta siyosiy jihatdagi yo'lboshchilarimizga bularga har xil shaklda suiqasdlarni planlab bizni bulardan ayirib vatanda ayni Xitoy tajovuzchilari Muhammad Salih Damallam bizning tanliq Qur'oni Karimni tarjima qilgan hammamizga tunishlik bo'lgan ulamolarimizni 82 yoshlik bir ulamolarimizni turmada shahid qildi qarindoshlar. Buning azobini chekib tursak yaqinda tunilgan shu Uyg'ur tibobati bilan milliy tibobatni Uyg'ur tibobati bilan shu g'arb tibobatini birlashtirib Uyg'ur tibobatini dunyoga tanitgan Xalmurod G'upur bu alimimizin onun şehit qilganlik xabarini oldik. Demek nima deganda vatandagi olimlarimizni Xitoy tajovuzlari mushundaq bektorlardan turma akirib qiyin qisloqda shehit qilyapti. Ammo bizning bu muajiratdagi olimlarimizni uni qo'g'dash, ularni muhofazat qilish, ularni har xil shakldagi bevosita zulm qilamisin, uning mushta to'kmat shaklda her xil şekildeki narsalarni o'ylab chiqarish va buni uchun ziyonkashlik qilishni davomlashtirdi qarindoshlar Xitoy tajovuzchilari. Uning uchun vatandagi nimalarimizni o'qitirib qololmabdik. Uning imkoniyatimiz yetmabdi. Ammo vatan sirtidagi olimlarimizni nima uchun eg'izimizda bo'lsinmi, nima uchun amaliy o'tirg'i chiqib bo'lsin, nima uchun qo'g'dayolmaymiz? Nima uchun bularning obro'yini biz sunishiga, bularning obro'yining to'kilishiga, bularni boshqalarning qo'li orqali dafsan qilishiga qarab turamiz qarindoshlar?
Muşunda ulug'ay urg'ul Ramazonda shundaq ibodat bilan o'tayotgan, hozirgi mana shu holatimiz ibodat holida turayotgan shu vaqtlarda yana bir-birimizni qorlashga, bir-birimizga to'kpat qilishga, bir-birimizni asossiz munofiqqa, uningga, buningga, murtadga, mushrikka, kofirga chiqarishga bizning ishimiz bormi? Mushuning vaqtimiz bormi? Şunun o'rniga biz zikr tasbih qilsak, şunun o'rniga Xitoyga beddua qilsak, nima degan yaxshi bo'ladi? Allohning dargohida bu dunyoda yaxshilikka erishdik ya. Allohning mukofotiga erishdik ya, qarindoshlar. Hattoki Xitoy dushmanim deb turib, Xitoyga beddua qilishni bilmayapmiz ya, qarindoshlar. Namozlarimizda bo'lsin, taravihda bo'lsin, illik shaklda Xitoy tajovuzchilari Allah muş Xitay təcavüzlərindən alaqətini tezləşdirib bəygün. Ya Allah Xitay təcavüzlərini Allah yer bilən yeksən qılıb etkin senin qudretin uluqdur ya Allah. Biz işini qılanmıdıq. Biz sana dua bilen yalvarıb batımız ya Allah. Biz çaresiz qaldıq ya Allah. Diyemmi ovatımız qardaşlar. Xitayga bo'lgan nafratimizni, Xitayga bo'lgan qarshiliqimizni, meydanimizni aniq qildigan vaqt keldi qarindoshlar. Abdülkadir Damallamni qarindoshlar. Bir Ahmet Mazin degan bir nadanning qo'li bilan o'ldirildi. Bir olimni o'tdagan millat biz qarindoshlar. Millatimizning ichidan bir olimni o'tdagan insonlar chiqqan. O'zining olimini boshqa millatdan bilmayman, ammo bizning millatning ichidan o'zining dangliq bir olimni o'ttirib etdi qarindoshlar, qatl qilib etdi. U ashunda muazzilni nima bo'ldi oxirida? Sarang'lab o'ldi oxirida. Sarang'lab ko'chaga chiqib, o'zining to'qini o'zi yeb o'ldi qarindoshlar. Demak, o'zining olimiga ziyonkashlik qilgan, o'zining olimni haqoratlagan, o'zining olimiga bo'ktan qilganlar yaxshi kun ko'rmaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz dünya karakterlik alimlerimizin ait az. Bu Reşat Abbas dediğimiz erken sizde Şöhret Müttellip şununculuk bir qarindoshlarimiz var dünya karakterlik. Siz bilen biz izdini qılanmasak, xalqarada izdini qildigan nurg'un edem var qarindoshlar. Xalq beşe qilib kütürdü. Onun için qarindoshlar biz özümüzün alimlerimizni, özümüzün siyasetçilerimizni, özümüzün cemaat erbablarını qoğulaşını bileyli. Ulağa kim nimi dese ismi cisminin tayini yok. Özünün zade meydanının tayini yok. Özünün kılavatqa işinin tayinlik bir edemde çıkıp kısa de toxtab dure. Nimi davat ise? U yerda vatanda Xitoy tajovuzlari qo'lga ilib, uni qildi, buni qildi, o'ldirdi, suiqasd qildi. Uning nim qildi. Ammo muajiratda bo'lsa-mu, o'zimizning olimlarini, o'zimizning yo'lboshchilarini, o'zimizning millatning sakillarini siz bilan biz qo'g'dimsak, kim qo'g'daydi qarindoshlar? Ularning inovatini siz bilan biz qo'g'dimsak, kim qo'g'daydi qarindoshlar? Demak, hammamiz Bəzilərimiz çıxıb, meydana çıxıb onu qoğdaşının nimisi yox. Demək, inkas arqılıq olsun. Toxtab durə, ma işinin nimisi nimo? Ma iş nimiş bundan buludu o qarindoshlar. Bizning xalqimizga hozirgi vaziyatda mushundaq bir-birimizni nima qiladigan, bir-birimizni tashkilotning qilini so'qashtiradigan, yoki u buning gibini qiladigan, bu uning gibini qiladigan vaqtimiz. Onunğa vaqtimiz yo'q qarindoshlar biz. Bizning hozir hamkorlashib Xitoy tajovuzlariga qanday qarshi turamiz? Xitoy tajovuzlariga qarshi birlik safini qanday quramiz? Xitoy tajovuzlariga qanday shaklda bu shuning harakatida qanday fidokorlik ko'rsatamiz? Iqtisodiyat fidokorlik ko'rsatalamdi. Yo'qimiz ibodat qilib fidokorlik ko'rsatalamdi. Yo'qimiz bir o'zimizning hojatidan o'zimiz chiqib fidokorlik ko'rsatalamdi. Yo'qimiz Xitoyning har xil qilayotgan ulamolarimizni o'ltirayotgan, masjidlarimizni chiqayotgan, o'zimizning urug'liqlarni tutqun qilayotgan qarindoshlarimizni fosh qilib fidokorlik ko'rsatalamdi.
Yoki bo'lmasa tashkillangan namoyishlarga aktivlik bilan berib pidakorlik ko'rsatamiz. Yoki bo'lmasa bir oyda 1 soat vaqtimizni mushu Alloh rizoligi uchun Sharq Turkistondagi musulmonlarni qutqizish uchun men nima ish qila olaman degan tafakkur qiladigan yoki bo'lmasa shuni muzokara qilgan yig'in maydonlariga hozir bo'la olamiz. Biz buning uchun harakat qilsak yaxshi bo'lardi. Biz buning uchun izlansak yaxshi bo'lardi qarindoshlar. Biz mujohidlarimizni haqorat qiladigan, biz ish qilayotgan qarindoshlarimizdan keyindan gap qiladigan, biz mushundaq jamoat arboblari, olimlarimiz, siyosiy faoliyatlarimizdan keyindan gap qiladigan ishdan biz hazar aylaylik. Og'zimizni yig'aylik qarindoshlar. Tushunmagan bo'lsak, buning oqibatini bilmagan bo'lsak yoki xabarning kelgan narsani bilmagan bo'lsak, shu joyda qolaylik. Agar uni bilishga o'tirg'i tashlab emas, ijtimoiy uchur vositalarida biz biladigan qarindoshlarimizni surishtirib, qarindishimning men bir qilayotgan ishni bilay degandim. Bu qarindishim rostchimi, yo yolg'onchimi, yo kazzobmi, yo oqchimi, ko'kchimi desak, vaqtida biladigan qarindoshlarimiz chuqur deb beraydi bir-birimizning qilayotgan ishlarini yoki bo'lmasa odimiylik, axloqiy jihatdagi narsani beradigan qarindoshlarimiz chiqishi mumkin qarindosh. Uning uchun bu shaklda biz mush bularni ijtimoiy uchur vositalarida men yaqinda bayqaganda mush Facebookda yaqindan yog'i burun harakat qilgan va harakat qilishga urinayotgan birmuncha Xitoycha to'r soqchilarini men bayqadim. Men ko'rarligim mening do'stlik chambarikimga kirganlar. Demak nima degan, nima uchun bular aviydi? Nima uchun bular nima ish qilmoqchi? Bular Bika jüremde 8 saat maaşını elip bu şeyde tordu bizim qilgan xabarlarimizni o'qib, sizlarimizdan qilgan gapimizni anglab jüremde ya kardeşim, bular uçur egallavyapti. Bular qandaq şekilde bir acizligi borki, bularga neden qo'l salamiz ki, qaysining acizligi nadiki, kimning bir gap chiqib qolar yoki kimni bir qo'rqitib undan bir nima ola olaman degan shaklda cho'q harakat qiladi qarindosh. Uçur to'playdi. Uyg'urlarning qilayotgan ishlariga nimaga diqqat qilyotidi, nada bo'layotidi, buni qanday parchalaymiz, bular har xil shaklda bir narsani o'ylab chiqyotidi, ana bilan qanday so'qashtiramiz, qani qanday haqoratlaymiz, oldin nimalarimiz dedi qarindoshlar. Men Xitoyning yo'llab qo'yapman. Mening to'rbet nimamga kirsanglar YouTube'dagi Nabjan A'la degan YouTube kanalimga kirsanglar, u yerda aniq men qilgan programmalar bor. Shu programmani anglab beqing, mening hamma gapim o'rinliq, hamma gapim to'liq tekst va 100% shaklda chiqib ketmasligi mumkin. Ammo o'zimizga loyiq bir narsani tushunishimiz, uni tafakkur qilishimiz, har birlarga o'rtaqlashish usulimiz o'xshamaydi. Undan o'zlaringizga muvofiq shaklda narsalarni ilib foydalansanglar bo'ldi qarindoshlarim. Ananda endi biz psixik Xitoy tajovuzini biz qilayotgan psixik hujumi deganda men mush to'g'riliq narsalarni o'tirib qo'ygan. Ya'ni bizni qandaq Facebook ijtimoiy uchur vositalarida qandaq qili so'qashtirdi, qandaq mazmunni otidi, uni qandaq chiqqan ziddiyatlardan foydalanib, uni qandaq avutishga tirishidi. Abayam deganda tuhmat degan bir o't. Shunday bir yiqilganiga voh chiqqan ko'kchi uni tarqalishi nisbatan dehshat yo'qolib ketdi. Nima uchun qarindoshlar? Mushundaq tuhmat, mushundaq bir-birimizni asossiz munofiq, ishlagan degan shakldagi gaplarni ko'tarib chiqarishning o'zi to'g'ri emas. Xitoyning selayotgan munofiqlar yo'qmi? Bor. U bor. Ammo ularni uchun biz gerçi munofiqligini biz bilsakmi, uning uchun dalil isbot bilan tutib uni oshkorlaymiz qarindoshlar. Uningga tekshirish ketadi, keyingi tushishimiz ketadi, iz qo'g'lishimiz ketadi qarindoshlar. Vaqtni sarf qilamiz, anondan keyin undan munofiqligimiz tutamiz, oshkorlaymiz. Ammo lekin o'zimizning olimlarimizni, o'zimizning siyosatchilarimizni, o'zimizning mujohidlarini, o'zimizning jamoat arboblarini, o'zimizning cho'q tashkilotlarini asossiz hech qanday nima yo'q, o'zimizning o'chmanligi, o'zimizning bir shaxsiy adovati bilan o'tirib chiqib uni qarlasak to'g'ri bo'lmaydi. Va og'zimizdan chiqayotgan gapni qaytarib ololmaydi qarindoshlar. Shuningcha bularni bu ulug' kulib turyapmiz. Bir-birimizni asossiz haqoratlaydigan, qarlaydigan, tuhmat qiladigan ishlardan uzoq turaylik. Uzoq turaylik. Bu ulug' kunlar hamini mushu
muş hazır tuğan hemimiz ibadet aldı da kardeşler. Allah oğan ağzımız itik, Allah oğan zikir tesbih kalbimizde özümüzün namazlarını vaxtida da qilishimiz, yaxshi söz qilishimiz, yaxshi gap qilishimiz, yaxshini tavsiya qilishimiz, yaxshini bir-birimizga buyurishimiz bu shuning hammasi ibodat qarindoshlar. Onun uchun bu ibodat vaqtlarida, ibodat kunlarida bir-birimizga qilingan aransiz Xitoyning depiga, Xitoyning teko so'shib ketmayli qarindoshlar. Nayt o'shira ulayli, nayt hozir javob bo'lib ketmayli. Kelgan narsalarning bu manbasiga, uni taqatquchiga, uning nimasiga sinchilab qarab etib, qatqlayli bir-birimizni xalq urushi qilib qo'ydigan, bir-birimizni har xil asosiy shaklda qarlab nima qilib qo'ydigan ishlarni nazarlayli. Ish natijasi bilan go'zal qarindoshlar, ishni qilayli, anadagi natijasi bizning qanday qilayotganligimiz, nima ish qilayotganligimizni ishimizning natijasi belgilaydi. Quruq og'zimizdagi haliqi davron yoki bo'lmasa haliqi natijasi yo'q bo'lmagan ishni tashviq qilish, ko'ptirish bu to'g'ri emas. Ishni qilib bo'layli, yaxshi qilayli, bunga natijasi o'tirib chiqadi. Shu natijasini bizning nima ish qilganligimiz muayyanlashadi qarindoshlar. Chunki hozirgi uchur davri hamma narsa shu birdan dalam dunyoning u bujidan bu bujiga iqib boradi qarindoshlar. Nima uchun biz naydi o'zimizning qilayotgan ishga, nima ish qilayotganligimizni, nima ish qilmoqchi bo'lganligimizni yaxshi tafakkur qilishimiz, yaxshi o'ylashimiz, har bir qadamdan oylab besishimiz bek muhim qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan men har birlari bilan shunchalik suhbat bo'lishni loyiq topdim. Har birlarini Janob Allohga topshiraman. Har birlarining mush oylarda qilayotgan barliq ibodatlarni Janob Allohning dargohida ijobat bo'lishini Allohdan tilayman. Bir-birimizga solih duoda bo'lishni, bir bo'lib vatanda Sharq Turkistonda izilayotgan, yo'qolayotgan, shahid bo'layotgan qarindoshlarimizga solih duoda bo'lishimizni unutmaylik qarindoshlar. Hammalarini Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.